kishi qachon o'z ayoli oldida qadrini yo'qotib qo'yadi, bilasizmi? Qachonki o'z ayoliga va'da bersa-yu va uni bajarmasa, erkakni hurmatini ushlab turadigan narsa bu uning aslida labzi hisoblanadi. Labzsiz erkakni na ko'chada, na oilasida qadri bo'ladi. Ko'pchilik erkaklarimiz o'z ayolim-ku deb va'dani berib va shu va'dasini ustidan chiqmaydi. Lekin shuni unutmang, o'z so'ziga to'g'ri kelmaydigan ishni qilgan odamdan insonlarni ishonchi o'lib boradi. Erkaklarimiz uchun esa birinchi o'rinda uni bergan so'zi, lafzi turishi shart. Va'da berdingizmi? Unda albatta bajaring. Bajara olmaysizmi? Unda hech qachon ayolingizga va'da bermang. Ana o'shandagina erkaklik qadringiz ham va erkaklik haybatingiz ham oilada, ham jamiyatda o'z o'rnida